Assalomu alaykum hurmatli xonadon mebel obunachilari. Bugun bizda Sergeli tumanida Xonobodda bitgan yangi obyektimizni taqdim etamiz. Marhamat, ko'rishingiz mumkin. Bugungi obzorimizda biz sizlarga klassik uslubdagi oshxona mebellar obzorini ko'rsatib o'tamiz. Oshxonamizning materiallariga keladigan bo'lsak, biz bu yerga fasadniy tomonini MDF shpon materialdan ishlatganmiz. Eng bogatый vid ko'rinib turadi. Karkasi esa rossiyskiy MDF materialdan. Furniturasi esa biz bu yerga polskiy GTV degan mexanizm o'rnatib berganmiz. Bu mexanizmimizga biz sizlarga bemalol 5 yildan 8 yilgacha garantiya bera olamiz. Oshxonamiz 7 metr bo'lgan, 4,5 ga 2,5 metrlik oshxonamiz bo'lgan. Bitta burchakdan boshlaydigan bo'lsak, bizda bu yerda penal, duxovkasi bor, keyin bu yerga mikrovolnovka qo'yiladi, lekin hali qo'yilgani yo'q. Shkaflarimiz hammasi bemalol ochiladi, furnituralari baquvvat. O'rtarog'iga yurib keladigan bo'lsak, bizda gaz plita 90 talik, 5 talik bo'ladi bu yerda. Tak, ikkita kargo, ikkita baquvvat kargo, keyin 3 ta tandem shkaflarimiz ham bor. Shkaflarni oxirigacha ochmaydi, ichida jihozlari bor ekan. Keyin vitishkamiz tepasida. Blyumdan Aventusimiz bor. Bemalol ishlaydi, hammasi cho'tki. Keyin yana o'nroq o'tadigan bo'lsak, bu tomonimizda bizda moyka hisoblanadi. Moykamiz tosh bilan, stolechniца bilan birga quyilib ketgan. Moykamiz tepada biz yaxshi sushka, nemetskiy sushka qo'yib berganmiz, baquvvatidan. Umuman qimirlamaydi. Bu yerda burchagida avalni ketgan, oxiri shtrixida esa 2,5 talik tomonida bizda bu yerda xolodilnikimiz turibdi. Xolodilnik ham 90 talik katta bo'lib chiqqan. Agar sizlarga shunga o'xshagan oshxona mebel kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol Xonadon mebel kompaniyasiga murojaat qilishingiz mumkin va biz обязательно sizlarga orzungizdagi bo'lgan oshxona mebellarni yasab beramiz.